Haqiqiy hashamat, haqiqiy klassikani o'zida mujassam qilgan, juda ham katta bo'lgan modelimiz. Xitoyda Arlida zavodida ishlab chiqarilgan 9092 modelimiz. Shunaqa bo'ylari baland bo'lgan kravatli. Kravatlarning yonidagi prikratni tumbuchkalarimiz ham sahnali, oynali qilib ishlangan. Kravatlarimiz bo'ylariga ahamiyat berasizlar. 2 metr 2 metrdan oshadi. Uzunligiga keladigan bo'lsa 260 kravatimizning uzunligi, eniga bo'lsa 220. Matrasimizning o'zi 220 ga 2 big size o'lchamladi. Sofalarimiz juda ham qulay, ochiladi. Ichlari 3 yacheykaga bo'lingan, tepalari ekokoja moyishi qilib ishlangan. Chester qilib, spinkalari bilan birgalikda. Shkaflarimizning bo'yiga ahamiyat berasizlar, juda ham baland, eng katta shkafimizda xato bo'lmaydi. Jamiki gullardan foydalanilgan, tilla ranglardan tortib, jemchujin ranglarigacha. Fasadimizning nafaqat oldi qismi, balki yon qismlari, qosh qismlari to'liq gul bilan ishlov berilgan. Modelimizning ichlari ham juda qulay joylashgan. Shkafimiz fasaddagi bu qismi nafaqat gul, balki bu katta baland bo'lgan shkafimizga qo'shimcha opora ham bu. Tepa bilan polni bir-biriga tutashtirib ushlab turadigan tayanch baka qismlaridan tashqari o'rtada kolonnalar ham tushgan bu yerda. Ham undan tashqari eshiklarimiz kichkina bo'lsa ham eniga ikkitadan petlalar berilgan tepa qismlarida. Bu yana ham mustahkamlikni beradi. O'rta polkalariga ham alyumin zashtikalar qo'yilgan. Juda ham sifatli bo'lgan 9092 modelimiz. Juda ham chiroyli shohona gullar bilan bezab ishlatilingan. Tremolarimizda ham eshik, ham tortmalar mujassam. Chesterlarimiz shunaqa baland qilib 5 ta tortmalardan iborat. Tandem mexanizmlarda davodchik yon taraflari ham xuddi shu shakl, xuddi shu gullar. E'tibor berasiz, chesterda ham, tremoda ham, shkaf hamda prikravatni tumbuchkalarimizda ham to'liq foydalanilgan. Ya'ni fasad qismi 3 ta tarafda, nafaqat oldi, yon taraflari bilan ishlangan. Modelimiz ustilarida ham 3D trafaretlar tushirilgan. Bo'yoqlarimiz to'liq 3D bo'yoqlarda. Bu qog'oz yopishtirilgan teksturalar emas, to'liq kraska. Modelimizning bahosi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada 9092 raqamini qoldiring. Mebelimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Arlida mebel bu boshqa daraja.